Assalamu alaykum hammaga. Meni bilgan, meni tanıgan yaqinlar, meni bilmaganlar. Ko'p odam biladi. 1 yildan beri meni Allohim shu bolam bilan, shu qizim bilan sinab kelayotir. Allohim hech kim bolasi kasal bo'lmasin. Alloh hech kimni bolasi bilan sinamasin deyman avvalo. Biz 1 yildan beri shu oddiy отравление, oddiy saramos gepatiti kasalligini izinden ishimning kamqonlik izinden ishimning buyrak yetishmovchiligi bilan 5-bosqichi bilan davolanib kelyapmiz. 1 yillardan ishimning operatsiya etilishi kerak deb dializga tushirib qolganimizda, ya'ni transplantatsiya etilishi kerak pochkasida ekanimizda ko'p blogerlar, ko'p taniqli odamlar bizlarga yordam beradilar. Yaqinlarimiz, mahalla, hamma yordam berdi. Shundan gerekli summa bo'lmasam oyda yig'inaladi. Biza shu summalar bilan netamiz, operatsiya qilinamiz deganda doktorlar lecheniya aytib turib. Chunki bu yerda hali bu mening US'dagi bolani operatsiya etmaganlar, ya'ni transplantatsiya etilmagan 14 kiloda. Ozgina vesi ulaysin kutib turamiz deb operatsiyani to'xtatib o'tiradilar. Shunda biza dializdan Allohning mo'jizasi bilan, Allohning yordami bilan dializdan chiqib, ozgina bo'lsam ahvol yaxshilashib, yaxshi yurardik. Har oy lecheniya olib turardik. Shundan har oy Toshkentga kelib, shu odamlar bergan yordami bilan har oy lecheniyasini olib davolanib turardik. Yaxshiga yotiradi, lekin hozir ahvol yana o'zgardi. Masoyna kreatinlar oshib ketdi. Ko'p shamollab yurak fraksiyasi tushib ketdi. Chunki masoyna kreatini vaqtindan balandadi. 80 bo'lishi, 70 bo'lishi kerak bo'lgan bolalarda hozir 200 kreatinin 26 mo'chavina bilan turibdi. Doktorlar aytdi, bo'ldi, endi kutishdan foyda yo'q, chet el olib boravering. Lekin bu fraksiyada O'zbekistonda operatsiya etib bo'lmaydi. Chunki yurak fraksiyasi 56 bo'lishi kerak, lekin balada 35. Chetga chiqqaniz ma'qul. Hindistonda, ili bo'lmasa Turkiyada deb maslahat berib turibdi doktorlarimiz. Toshkentda 10 kun bo'ldi lecheniya olib turibmiz. Endi ertaga Xudo xolasa u yana yetamiz. Sizlardan yana bir marta yordam so'rayapman. Yaqinlaringizdan tarqatinglar. Shu qizimni shifo topib ketishini, yaxshi bo'lib ketishini, do'stim joni qiynaldi. Bezor bo'ldi bolam. Yordam etinglar. Ozgina bo'lsa Alloh ilohim hammani etgan savobini menga etib qaytarsin.